Bu mashinamizni ham uslinday qilib Spark Porsche'larni, ya'ni katta motor Porsche'ni o'rnatib yurtganmiz. Ma'lumot o'rinda aytaman, bu motorimiz sotiladi akalar. O'z ishini mandakka sevadiganlar bormi yana? Dachaga hamma bolalar dam olganda kelsa, men motor yiqqani kelganman. Shogirdlar ham yo'q, hech kim yo'q. O'zim yakka 0 dan 100 gacha Damas mashinasini motor teramiz. Bu mashinamizni ham uslinday qilib Spark Porsche'larni, ya'ni katta motor Porsche'ni o'rnatib yurtganmiz. Bu video davomida polni yig'ilgan jarayonlarni ham qo'yib beraman. Mehnatga bitta like bosib qo'yasizlar, oxirigacha kuzatib turasizlar. Motor zubchat rimlari ham yangi bo'lgan, natijitillari ham yangi bo'lgan. Va nihoyat motorimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'rdingiz, barcha detallari yangidan qo'yilgan, Spark Porsche'ni qo'yib, uslinday qilib yig'ilgan. Ma'lumot o'rinda aytaman, bu motorimiz sotiladi akalar. Agar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shu telefon nomerlariga telefon qilib yoki direktdan yozib ma'lumot olishingiz mumkin. Videoga like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yishni unutma. Mehnatga bitta bosib ketadi.